Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Umidjon YouTuber. Demak, bugungi darsimiz biz siz bilan birgalikda o'chib ketgan akkauntni, ya'ni udalet bo'lib ketgan YouTube akkauntni qanday tiklash haqida ko'rib chiqamiz. Demak, bizni bitta akkauntimiz o'chib ketgandi va buni Telegramga ham yozib ketgandik va mana Telegramda tayyor shablon, ya'ni Telegramda apellyatsiya tayyor shablonini tashlab qo'yganmiz. Bizning Telegramimizga kirib obuna bo'lib, shu orqali shu yerdan tayyor shablonni ko'chirib olishingiz mumkin va bu yerda apellyatsiya jarayonini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda YouTube Studioga kirib olamiz va bu yerda bizga shunday panel ochilgan bo'ladi va ko'k bilan belgilanganga bosamiz va birinchiga hashupatat apellyatsiyani bosamiz va o'zimizning Google Gmail'imizni kiritamiz, birinchisiga bosamiz va bu yerga o'sha Telegramdan kopirovat qilib olgan apellyatsiyamizni tashlaymiz. Va do'stlar, shu yerda oxiriga albatta URL, ya'ni YouTube URL manzili bo'ladi. O'shani kiritib ketishimiz kerak. Bu uchun albatta bizga Gmail'dan xabar kelgan bo'ladi. O'sha Gmail'ga kirib olishimiz kerak. Birinchi navbatda Gmail'ga kirib olamiz, ya'ni shu Google akkauntimizdagi Gmail'imizga kirib olamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, YouTube bizga xabar jo'natgan. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, YouTubening jo'natgan xabarida bizga qoidalar haqida tushuntirilgan batafsil mana va eng pastki tomonida URL manzilimizni keltirib o'tgan. Mana bu yerda ko'rsatib ketaman. Mana shuni kopirovat qilib olamiz va kopirovat qilib boyagi apellyatsiyamizga kirib olamiz va my URL deb yozamiz. URL shunday qilib yozamiz va manzilimizni shu yerga joylaymiz. Va do'stlar, отправитni bosamiz va bizning apellyatsiyamiz YouTube'ga, ya'ni Google'ga jo'natildi. Mana apellyatsiya получена deb yozdi. Endi do'stlar, YouTube Studioga kiramiz va boyagi bizning o'chib ketgan akkauntimizga kirib ko'ramiz. Bu yerda apellyatsiyani рассмотрены, ya'ni apellyatsiya ko'rib chiqilmoqda deyapti. Va do'stlar, mana oradan 1 soat o'tdi. Taxminan 1 soatga yaqin vaqt o'tdi va biz tekshirib ko'ramiz, akkauntimiz qaytarilganmi yo'qmi. Mana kirib ko'ramiz do'stlar, mana akkauntimiz qaytarib berildi. Va do'stlar, bizning Telegram kanalimizni topishingiz uchun albatta bizning YouTube sahifamizga kirib olasiz va bu yerda mana silka joylaganmiz, Telegram kanal deb. O'shanga kirasiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin bizning kanal, mana shu YouTube kanal, har xil kerakli materiallar va kerakli muzika va YouTube'ga oid bilimlarni ulashib boryapmiz do'stlar. Mana bu yerda qadab qo'yganmiz shu xabarni, ya'ni apellyatsiyani qadab qo'yganmiz. Shu orqali nusxalab olib kanalingiz o'chib ketgan bo'lsa apellyatsiya berib ko'rishingiz mumkin. Albatta biz bilan qoling do'stlar, kuzatib boring va like, komment qoldirishni unutmang. Siz bilan Umidjon YouTuber bo'ldi. Ko'rishguncha.